to'xta dedim. Sen kimyo sohasidasan. Hali kimyoni chuqur o'rganib bo'ldim deb o'ylamaganman. Ya'ni institutga kirding degani kimyoni bo'ldi, zo'r bilasan, mukammal bilasan degani emas. Mas'uliyat bo'lmasa, inson baribir dangasalik yo'l qo'yishligi mumkin. Mana shunday mas'uliyat sizlarni undashga olib boradi baribir. U mavzuni ustoz qanaqa usulda o'tyaptilar, o'quvchilarga qanaqa tushuntiryaptilar, qanaqa hayotiy misollar ko'rsatyaptilar, menga qiziq bo'lgandi. Nimadir oson usulni o'rgandingmi? Demak, qolganlarga ham shuni osonligini tushuntirishing kerak. Ular ham qiynalib yurish kerak emas. Bizdan yetib chiqayotgan o'quvchilar faqat o'qishga kirish uchun kimyoni o'qib qolish yoki faqat o'qishga kirib olish uchun biologiyani o'qib qolishni xohlamas. Hayotida ustoz yo'q odam birinchi qiladigan ishi demak ustoz topish kerak ekan. Tomchi ham oz-ozdan tomsa ham, lekin doimiy tomsa anaqa toshaveradi. Ustoz baribir ustoz xizmatini qilish yoki o'sha orqali bolalarga yana karantindan ilm o'rganib qolishdan qolib ketganimiz his qilganman, keyin uydagilarni amallab ko'ndirganman. Bu ham men uchun bitta bosqich bo'lgan o'sishimga, ya'ni uydagilarimni ko'ndirganimga o'zim ham hayron qolganman. Ya'ni chunki men baribir ko'ndira olmasam kerak degan fikr bo'lganda. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kolbat o'quv markazining muvaffaqiyatli bitiruvchilari loyihasining keyingi sonini boshlaymiz. Assalomu alaykum Abdurahmon. Xush kelibsiz loyihamizga. Loyihamiz haqida xabaringiz bor. Bu yoqda Kolbada o'qigan Doniyor Nasriddinov umuman Kolbada o'qigan o'quvchilarni muvaffaqiyatga qanaqa erishganligini, yo'llarini ko'rib chiqish maqsadimiz. Shu sababli sizni bu yoqqa chaqirdik. Abdurahmon, men o'zim uchun sizni yaxshi taniyman o'zingizda. Shunga qaramay o'zingizda bitta suhbatingizni olib, agar sizni savollaringizga hozir ommaga qiziq bo'lgan savollarning yechimini sizdan birga topishni rejamiz bor. O'zingiz haqida bitta tanishtirib bersangiz, o'zi Abdurahmon Ahmadjonov kim o'zi? Assalomu alaykum, avvalambor. Bu songa chaqirganingizdan xursandman. Xudo xolisa bugungi suhbatda imkon qadar ko'ruvchilarga, abituriyentlarga, tengdoshlarimizga yoki bizdan yoshlarga foydali bo'lishiga harakat qilib o'tkazamiz. Men ismim Abdurahmon, familiyam Ahmadjonov. Toshkentda Yunusobod tumanida tug'ilganman. O'zim Milliy universitetda kimyo fakultetida o'qiyman. Hozirda 5-kurs talabasiman. Abdurahmon, sizni baribir shu aytganimdek ozmi ko'pmi taniymiz. Siz bilan o'sha adashmasam qachon o'qigandingiz Kolbaga, qachon kelib qolgandingiz? O'shalar haqida men buncha bo'lsa ham o'zim biladiganim bor, lekin o'zingiz bilganingizni aytib bersangiz shu. Bo'ldi. Qo'ldan kelgancha imkon qadar aytib beramiz. O'zi Kolba ta'lim markaziga 2019-yilda, 2019-yilda 2-yarmida kelganman. Xo'p, bu yoqqa kelib qolishim qanaqa bo'lgan? Sal orqaroqdan boshlasak, o'zi kimyoga qiziqishim, Kolbaga qanaqa kelib qolishim haqida agar gaplashsa yaxshiroq bo'ladi. O'zi yoshligimda ota-onamiz imkon qadar ilmni o'rganishga targ'ib qilib, ilm o'rganamiz deganimizni har doim qo'llab-quvvatlab borishgan. Va o'zimni ham qiziqishlarimni aniqlashga bir necha marta harakat qilib ko'rganman. Boshida til kurslariga borganman. Rus tili o'rganib ko'rganman, ingliz tili o'rganib ko'rganman va ozmas 1 yildan ko'proq muddat borib ko'rganman. O'sha yoshligidagi protsesslar o'zimni aniq yo'limni topib olishim uchun bir 4-5 xil joylarga borib o'qib ko'rganman ma'lum muddat. Lekin baribir til o'qib maza qilmaganman. O'sha yoshlikdagi o'zini yo'lini topib olish protsesslarida menimcha o'sha narsaga ko'proq qilish kerak ekan. Ko'proq bitta joyda qotib qolish kerak emas, maza qilmayaptimi, boshqa joylarga ham borib ko'rish kerak ekan, o'zimning tajribamdan kelib chiqib. Men hatto qiziqishlarim yana boshqa sohada ham bo'lgan. O'zim yog'och o'ymakorlikka ham qiziqqanman. Yog'och o'ymakorlik bilasiz, yog'ochga bir naqsh tushirib, ancha sabr talab qiladigan narsa. Ularni hozir aytayotganimning sababini aytaman. U o'rganganlarim menga foydasi tegganmi desa, teggan. Xo'p, keyin qarasam, aniq fanlarga ko'proq qiziqishim bo'lgan. Yoshligimdan o'zim ustoz qidirganman birinchi. Kimyoga qiziqishim bo'lgan maktab paytida. Lekin qarasam, maktabda kimyo darsida men kimyo bilimlarini zo'r o'rgana olmayapman. Buni bir necha sabablari bor. Muhit, do'stlar, kimyo faniga hamma qiziqmasligi ta'sir qilgan va o'qish, repetitor qidirishni boshlaganman. Shu taxminan eslashimcha 8-sinflar atrofida men o'zimga yaqinroqdagi boshqa maktabda kimyo ustozi topib borganman. Keyin yana qarasam, o'sha u borayotgan maktabimda men qoniqarli emas. Bundan ham yaxshi joylar borligini his qilganman, atrofdagi bolalarni kuzatib. Keyin
Milliy universitetda dars beradigan Chinmurod degan domla bo'lardilar. Shularni topib, kimyoni ularda o'qishni boshlaganman. 2019 bu yoqqa kelishimdan oldin men Milliy universitetdagi o'sha ustozni qo'llarida o'qiganmiz. Xo'p, bu yoqda taxminan 2 yil o'qidim. 2 yil o'qidim. U yoq ham o'quv markazi emas edi. Deyarli individualniga o'xshash dars edi. Guruhda bir 5-6 ta o'quvchi bo'lardik. Yaxshi o'qitilardi. Lekin oxirgi yillarga kelib qanaqadir xursand bo'laman o'sha ishlar bo'lganiga ham. Qanaqadir o'zim qalbimda sen boshqa joyga borishing kerak. Boshqa joyda bundan ham yaxshiroq konkurensiya bor. Bundan ham yaxshiroq tajribaliroq ustozlar, yaxshiroq ilm olish imkoniyati bor. Izlangin degan qanaqadir qalbimga shunaqa ilhom bergan Alloh taolo. Shundan keyin o'zi abituriyentlarga qiyin-ku, 2 yil bitta joyda o'qib turgan joyini tashab turib, 6 oy qolganda boshqa joyga borib o'qib ko'rish bu riskda o'zi. Balki boshqa joyga borganimda yaxshi o'qimasman yoki o'ta yaxshi o'qitmas yoki meni chalg'ib qolishimga sababchi bo'lishi mumkin bo'lardi. Lekin men tavakkal qilib, aniq Xudo xolisa Alloh taolo bekorga qalbimga solmadi deb izlanib ko'rganman va bir tanishimiz orqali Doniyor akaning shaxsiy raqamlarini olganman. U paytlarda endi o'quv markazimiz kichkinaroq bo'lganda hatto o'sha ustozlar o'zlariga chiqib ham gaplashganmiz. Telefon qilib ustoz bilan gaplashganimni eslayman. Ustoz shunaqa men shuncha yil o'qiganman, borsam o'qitasizmi deb telefon qilganman. Ustoz aynan ustoz o'zlari ko'targan o'sha payt. Endi u payt men Doniyor akani yaqindan tanimaganman, bilmaganman. Keyin birinchi darsga kelganmiz. Birinchi darsga kelsam boshqacha atmosfera, Chorsuda bo'lardi. Darsimiz Chorsuda bo'lardi. Atmosfera, ya'ni muhit boshqacha. O'quvchi soni, birinchi o'quvchi soni ko'p. Bu endi ko'p odamlarni o'zi mana shu o'quv markazi tanlayotganda o'quvchi soniga qarab baho berishadi. Shuni imkon qadar to'g'ri men o'zim tajribamdan maslahat berib ketmoqchiman. O'quvchi soni ko'p degani bu ta'lim sifati pasayadi degani emas ekan. O'quvchi soni ko'pligini, ko'p deb bo'lmaydi, o'quvchi soni nisbatan 25, 30 atrofda bo'lishi guruhda bu juda salbiy narsa emas. Qaytanga juda ko'p meni foydamga ishlaganda. Shunaqa. Hozir men ayni vaqtda ta'lim markazida adashmasam 30 ta atrofi o'quvchi o'qiydi. Lekin o'sha vaqtda 5 yil oldin eslasangiz, guruhda 45 ta odam o'tirgan va hech qaysi biri chiqishni xohlamagan, ya'ni ketish haqida o'ylamagan. Mana shunday holatda bo'lganda o'quvchilar ham shunga yarasha bilimga chanqoqligi bo'lgan. Undan tashqari men qolib ketmasam deb o'tirardi. Bir xil o'quvchilar hattoki bilamanki o'ylardi, mana bugun men bu o'quvchilar kelmasa bemalol o'tirardik degan narsa bo'lardi. Hattoki demoqchiman, xush holatgacha bo'lib qolardi. Bu nimaga aytyapman bu narsalarni? O'quvchi ko'p bo'lgandan keyin raqobat zo'r bo'ladi. Raqobat bo'lgandan keyin inson o'zini ko'pchilikning oldida orqada qolib ketishni xohlamaganligi uchun ko'p dars qilib keladi. Mana shunday undirish joylari baribir bo'ladi. Aynan mana shu narsalarni sezganman o'zi. Men birinchi kelganimda baribir kam guruhda, kam o'quvchi soni kam guruhda o'qigan odamga seziladi. O'shanda Alloh taolo to'g'ri qaror qabul qilishimga sabab bo'lgan. Ya'ni men o'ylashim mumkin edi. Ya bu yoqda o'quvchi soni ko'p ekan. Men bu yerda anaqa qiynalsam kerak, ustozdan ko'p ilm olishga. U yoqda baribir o'quvchi soni kamroq, ustozdan ko'proq bilim ola olaman, vaqt ko'proq ajrata menga deb noto'g'ri qaror qilmaganman. Chunki meni bog'lab qoladigan, qo'lbada olib qoladigan muhim narsalar bo'lganda. Men kelganimda birinchi kichkina guruhga qo'shishgan. Chunki baribir hali bilimimni, darajamni bilishmagan. Imtihon qilib turib, baribir yaxshiroq men bilan ustoz Doniyor akani o'zlari aniqlab turib, keyin katta guruhga ko'tarishmoqchi bo'lishgan ekan. Kichkina guruhga qo'shilganman. Kelsam, qo'lba o'sha payt nimasi bilan ajralgan? Hozir ham o'sha narsasi bilan ajralib turadi deb o'ylayman. Kelsam, umuman boshqacha usulda tushuntirilyapti. Mavzular, misollarning yechimi ancha o'quvchiga osonlashtirilgan tartibda. Hatto test materiallari ham ko'rinib turibdi. Bu test materiallarini tayyorlashga kimdir mehnat ketgan va qo'l ichida qilingan narsalar emas, kimdir mehnat ketgan va u mehnat faqat nimaga qaratilgan? O'quvchilar osonroq, yaxshiroq ilm olishiga qaratilganligi sezilgan deyman. Chunki men undan oldin o'zim o'qib yurgan paytimda o'quv materiallari juda zo'r bo'lmasdi. Nima qilardik? Ko'chadagi sotuvda bor to'plamni olib, ommabop to'plamni olib, o'sha to'plam bo'yicha ishlardik-da. Hozir ustoz o'sha vaqtlari perfeksionistga harakat qiladi, perfekt bo'lishga harakat qiladi ustoz. Va mana qaysi to'plamlarda qanaqadir kamchiliklarni biz ko'rmasligimiz mumkin, ustozni ko'zi bilan ko'rinadi, to'g'rimi? Ustoz mana shu narsaga siqilardi, mana boshqacharoq qilib bersam bo'lardi yoki
doimiy rivojlantirish haqida o'ylardi. Tizimni yoki masalan uchun dasturni doimiy rivojlantirish haqida o'ylardi o'sha vaqtda. Bu narsa bizga yaqqol ko'rinib turardi o'sha vaqtda. Keyin ozgina muddatdan keyin ustoz bizani bilimimiz darajamizni bilganlaridan keyin ozmi ko'pmi o'qiganimizni sezib katta guruhga olganlar. Katta guruhga o'tganimizda u yerdagi o'quvchilar yana nisbatan boshqa kichikroq guruhga nisbatan ancha bilim darajasi, saviyasi va ilmga bo'lgan chanqoqligi ancha kuchli bo'lgani uchun ham men Kolbada ikkilanmasdan bo'ldi, Kolbada davom ettirsam bo'lar ekan. O'zi institut topshirishimga 6 oy vaqt qolgan. Mana shu 6 oyimni Kolbada o'tkazsam ham, xudo xolisa foyda bilan chiqib ketar ekanman. O'zimni ko'ra olganman. Kolba bilan ketadigan bo'lsam, Kolba ta'lim markazida o'qiydigan bo'lsam, oldingidan yaxshiroq natija qila olaman deb ko'ra olganman. Endi bunga bir nechta sabab bor. Ya'ni solishtirish bo'ladi-ku, boshqa o'quv markazida o'qigandan beri kelgan solishtirish bo'ladi. To'g'ri, endi o'sha paytda zo'r komfort bo'lmagan bo'lishi mumkin. Hozirgidek xonalarimiz keng bo'lmagan bo'lishi mumkin, yorug' bo'lmagan bo'lishi mumkin-da, lekin baribir talabalar ham o'sha narsaga e'tibor berishni xohlayman. Hozir ko'pchilikni kuzatadigan bo'lsam, komfort, ustozning xarakteri, uni muomalasi, atrofdagi o'quvchilarni uni qanaqa qarshilab olishiga ko'proq e'tibor berib, o'quv markazi tanlashadi yoki o'quv markazida qolish qolmasligini shunga qarab o'ylashadi. Lekin asosan maslahatim o'sha to'g'ri muhit qarash kerak. Muhit, ya'ni kuchli, ilmli o'quvchilar bo'lishiga qarash kerak va ustozning ilmiga, odobiga, qadriyatiga qarab turib qaror qabul qilsa yaxshi bo'lardi. Men ham o'zim qaror qabul qilishimga sababchi bo'lganlar shu. Ya'ni birinchi darsda o'sha Doniyor akani ilmlarini, tushuntirish uslublarini va ulardagi odobni, qadriyatni ko'rib to'lqinlanganman. Qanaqadir bunaqa odam, chunki meni vaqtimda ustozga o'xshagan odam kam bo'lganda. Kam bo'lgan. O'shanisi bilan ustozdan hali ko'p narsa o'rganar ekanman deb turib bog'lanib qolganmiz. Shun bilan boshlangan abituriyentlik paytimiz Kolba bilan 2019-yil abituriyentligimiz o'tib, Milliy universitetga kimyo fakultetiga topshirganman. Bizga guruhda 3 ta bo'lardik. 3 ta deganda qanaqa? Kimyo va matematika o'qiydiganlar 3 ta bo'lardik. Shunaqa. Men, Sanjar aka yana bir sherigimiz bo'lardi. Qolganlar asosan meditsina, kimyo va biologiya fanlari. Mana shu joyda yana bitta narsa esim kelib qoldi. Foydali bo'lishini aytib ketamiz. Nimaga doktor bo'lmaganman? Nimaga aynan kimyo va biologiyani tanlamaganman? Kimyo va matematikani tanlab, kam sondagi odamlarning ichida yuribman. Men o'zi yoshligimdan doktor bo'laman, doktor bo'lishim kerak degan menga qanaqadir singdirishmagan. O'zimda ham juda ruhlanadigan doktor bo'lishim kerak degan tushuncha bo'lmagan. Faqat kimyoga qiziqishim bo'lgan, ko'p narsa kimyo bilan boshlangan. O'sha oxirgi 1 yil qolganda doktor bo'lsang yaxshi degan taklif berishgan uydagilar. Endi men baribir o'sha paytda savol berib ko'rganman. Qolganlarga ham hozir doktor bo'lmoqchi bo'lganlarga ham shu savolni berib ko'rishini ko'p aytib o'taman. Hozir ham aytib ketamiz. Men hozir kimyoni o'qib yurib, keyin oxirgi yil qolganda biologiyani qo'shmoqchi bo'lganman. Keyin biologiyani o'qib ko'rganman-da. Biologiyani o'qib ko'rganman. Qarasam, yurak jizitmayapti-da. Maza qilmayapman. Chunki men ko'proq aniq fanlarga, ya'ni matematikaga ham qiziqishim bor edi. Biologiya o'qib ko'raman, qiziqsam, yurak jizitsa, tortib ketsam, bo'ldi, o'qib ketaman degan. Lekin unaqa bo'lmagan. 1 hafta, 2 hafta mobaynida o'qiganman. Lekin baribir yurak matematikaga. Sen biologiyadan ko'ra vaqtingni matematikaga sarflasang yaxshi natija qila olasan deganmiz. Xo'p, boyagi savol, o'quvchilar o'ziga berish kerak bo'lgan savol. Meditsinada, tibbiyotda konkurensiya kuchli bo'lganga yarasha unga tayyorlanayotgan o'quvchilar ham kuchli bo'lishi kerak. Ya'ni hatto unaqa savol berish kerak. Men o'zimga berib ko'rganman. Agar sen kimyo va biologiyani o'qib turib 140 ball, 150 ball olsang ham yiqilib qolsang agar qayta o'qishga tayyormisan degan savol berib ko'rganman. Chunki meditsinada 140, 150 ball olib ham yiqilganlar ko'pda. Uni olish ham oson emas birinchidan. Va uni olib ham yiqilganlar ko'pda. Va endi men vaqtimni bor qilib qo'ymaslik uchun agar shunga sabring yetsa, ichingda anaqa shunga kuching bo'lsa, ichingda davay oxirigacha olib borasan, nima bo'lsa ham doktor bo'lasan degan gap chiqsa, doktor bo'laman deb o'ylab, mana shu narsani o'ylab yurganman, lekin unaqa bo'lmagani uchun men matematika sohasini tanlaganman. Ya'ni kimyo bilan matematika o'qiganmiz. Shunaqa qilib, 2009-yilda biz shu uchalamiz seriyalarimiz bilan Milliy universitetga kimyo fakultetiga topshirganmiz. O'sha yilda o'zi talaba bo'lganmiz.
qarang, mana matematika deyapsiz-ku, bu narsa alohida urg'u qaratadigan narsa, chunki mana o'zimizni statistikaga qaraganda 70-75% o'quvchilarimiz, ximiya o'qiydigan o'quvchilarimiz 70-75% asosan doktor bo'ladi. Ayrim ko'rsatkichlarda, ayrim yillarda undan ham ko'p bo'lib qoladi. Aynan ximiyani, misol uchun texnolog bo'laman ximiyadan yoki bo'lmasa mana bunaqa strukturalarni ishlab chiqishim kerak deydigan injener bo'lib, top injenerlar juda kam. Kelajakda ular yo o'zini kelajagini ko'ra olmaydi bu yo'nalish bo'yicha. Aynan siz mana endi matematikaga qiziqqanman deyapsiz-da, yana bu narsaga burilishingizga qanaqadir o'sha narsalarning turtki bo'lganmi? Va hozirgi o'quvchilar, misol uchun 70% deganim ham hozir hammasi doktor bo'lib ketmayapti-yu, baribir. O'shanga qanaqadir boshdan yo'nalish o'zi aslida texnolog degan oddiy ishchi degan qarash paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, xalqda demoqchiman. O'zida aslida shunaqami yoki sizni bunga qarashingiz qanaqa? Yaxshi, zo'r savol berdingiz. Ya'ni yana men qiziqishimni kimyo, matematika o'qiganim bilan, fanlarni o'ziga qiziqqanim bilan bu fanlar bilan men kelajakda insoniyatga foyda keltira olamanmi degan savolni ham o'ylab ko'rganman. Va rostdan o'shanda nima tushuncha kelgan? O'sha men o'qituvchi bo'lib ketaman, ta'lim sohasida ketaman degan fikrlarim birinchi kurs, ya'ni o'qishga kirgunimcha unaqa fikrlarim kuchli bo'lmagan. Juda sayoz bo'lgan bo'lishi mumkin, kuchli bo'lmagan. Qanaqa yo'lga chiqqanmiz? Ya'ni mana shu institutga tayyorlanamiz, kelajakda kim bo'lamiz degan fikrlar qanaqa shakllangan? Mana bu istalgan narsani ushlab ko'radigan bo'lsak, ishlab chiqarish, misol uchun mana shuni chexolni ham ishlab chiqarish yoki mana shuni materialni ham ishlab chiqarish va buni ishlab chiqarish bor istalgan joyda kimyo bor. Xuddi shunaqa. Kimyo bor, demak, kimyo texnolog, ya'ni kimyo va matematikani yaxshi bilgan texnologlarga ehtiyoj katta degan fikr bo'lgan. Chunki istalgan narsani ushlab ko'radigan bo'lsak, buni ishlab chiqarishda, buni tayyorlashda kimyo texnolog yaxshi kuchli mutaxassis kerak degan fikr bo'lgan. Lekin anaqa aynan kimdandir ilhomlanib, aynan mana shu kasbda ishlab yurgan odamni rivojlanganligini ko'rib, xulosa qilmaganman. Mana shu o'zimning xulosam bilan yo'nalishtirilgan. Qiziq tomoni, hozir o'sha korxonalarda ximik kerak deyapsiz. O'sha korxonalarda, rivojlangan korxonalarda eng qimmat oylikni oladiganlar ham shularda. Lekin buni bilmayman, xalq bilmaydimi yoki bo'lmasam bunaqa qilish qiyin deb o'ylashadimi? Mana shunaqa balkim shunaqa shakllanib qolgandir ong ostida bu narsalar demoqchiman. Endi bu to'g'rilasa bo'ladigan narsa ekan. Menimcha o'sha bu narsani men ham o'sha paytda xim texnologlar kerakligini bilganman, lekin ular katta maosh olishini va juda muhim odamligini his qilish uchun anaqa kam bo'lgan, materiallar kam bo'lgan yoki men balki bu materiallarni ko'rmagan bo'lishim mumkin, lekin uncha kam bo'lgan deb o'ylayman. Ularni katta yutuqqa erishayotganlari anaqa ommaga deyarli ko'p tarqatilmagan deb o'ylayman. O'zbekistondagi endi chet elliklar yaxshi olib chiqilgan bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonda unaqa kuchli kadrlarni ommaga olib chiqilmagani uchun menimcha odamlar bu sohada katta ish qilish mumkinligini va yaxshi daromad topish mumkinligini chuqur bilmagan bo'lishi mumkin, o'ylab ko'rmagan bo'lishi mumkin. Abdurahmon, mana shu kolbani bitirib ketdingiz, muvaffaqiyatli bitiruvchilardan bo'ldingiz o'sha vaqtda, institutga kirdingiz. Lekin sizni yana kolbaga qaytib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Sizni kimdir chaqirganmi yoki bo'lmasam nega yana qaytib keldingiz bu yoqqa? Zo'r savol. Bu savollar o'zi ko'pchilik bilan qiziq suhbatlar bo'lib qolsa, yaqinlarimiz bilan suhbat bo'lib qolsa, bunaqa savol bermasa ham bu narsani ko'pincha gapirib beraman. Chunki o'zim maza qilgan davrlarda. O'sha qarorlarni qabul qilganimda hozirgacha faxrlanaman. Nima bo'lgan? 6 oy o'qiganman-ku o'zi Kolbada. Lekin miyamda bo'lardi. Bitirib ketsam, Kolbadagi bu muhitni topa olarmikanman? Bunaqa yana ilmga chanqoq odamlarni. Nima qilaman endi ustozdan ko'p maslahatlar, ko'p narsalar o'rgandik-da. Odob, qadriyat, ilm ko'p o'rgandik. Ustozimni yo'qotib qo'ymanmi endi? Institutga kirganingizdan keyin boshqa odamlar ustoz bo'ladi-da sizga. Ko'p vaqtingiz institutga fokus qilgandan keyin ustozlaringiz boshqa bo'ladi. U yerda qanaqa muhit bo'lishini men bunaqa muhit bor deb o'ylamasdim. O'sha unaqa bo'lgan, qalbimda birinchi o'tgan. Men kelib turaman bu ijro bo'lmaganda deb o'ylayman. Keyin institutga kirdim. Institutga kirganimdan keyin qarasam, birinchi kurs boshlanishi kerak. Boshlanishdan oldin o'sha o'yladim, boshlandi. Endi 4 yil vaqt bor, 4 yilni qanaqa o'tkazasan? Institutga shunchaki borib kelib o'tkazasanmi, nima qilasan? Mendan nima bo'lmagan, nimagadir bilmadim. Birinchi kurs bo'lib qoldim, bo'ldi, endi talabalik gashtin surishim kerak. Birinchi shuncha qiynalib o'qidim, endi birinchi kursda maza qilib institutga borib kelib yoki bolalar bilan darsdan chiqib
oldin qilolmagan narsalarni qilishim kerak, maza qilib qolishim kerak degan hissiyot nimagadir bo'lmagan. Bu meni ancha foydamga ishlagan. Chunki men birinchi kursimda o'sha o'ylaganman, to'xta dedim. Sen kimyo sohasidasan, hali kimyoni chuqur o'rganib bo'ldim deb o'ylamaganman. Ya'ni institutga kirding degani kimyoni bo'ldi, zo'r bilasan, mukammal bilasan degani emasdi. Men hali kimyoyimni chuqurlashtirishim kerak. Endi institutga kirib olganimdan keyin qaytanga menda endi g'am, tashvish, katta qayg'u yo'q. Men endi kimyoni boshqatdan Doniyor akaga borib, boshqatdan yana noldan o'rganib mustahkamlayman. Ustozga o'xshab, anaqa kimyodan bemalol duh deydi-ku, duh bilan gapira oladigan ilm shakllantiraman deb reja qilganman. Chunki menda vaqt bor. Institutga borib kelishim kerak. Institutga borgandan keyin qo'shimcha shug'ullanishga bemalol vaqtim bor bo'lgan. O'shandan keyin men uchta bo'lganmiz dedim-ku, she'rlarimga telefon qilganman. She'rlarimdan bittasi hozir bizlar bilan birga ishlaydilar. Taniysiz Sanjar akani. Bizlarni har doim birga ko'rishadi ular. O'sha abituriyentlik paytdan birgamiz. Hozir ham deyarli ko'p vaqtimiz birga o'tadi. Xullas, telefon qilganman. Sanjar aka, institutga kirdik endi, nima qilamiz? Menda mana shunaqa reja bor, sizda qanaqa reja? Zo'r o'ylabsiz, davay boramiz deganlar. Institut boshlanib olsin, keyin birga boramiz ustoz oldiga. Keyin 3-sherigimizga ham qilganmiz. Xullas, ikkita sherik, men bilan Sanjar aka bitta institutga kirganmiz, 3-sherigimiz boshqa kirganlar. Birinchi kurs bo'ldik, bordik, eslayman hozir. Ochilish birinchi talabalarni kutib olishadi. Kirdik. Qanaqadir o'sha yengillik his qilib qolganmiz. Shumi, shu uchun shuncha harakat qildik. Endi bu yog'iga mana shunaqa yengil o'tadimi hayotimiz? Shunchaki institutga kelib ketib to'g'ri, institutga kelib ketishda ham ilm o'rganadi, ko'p vaqtini qilsa bo'ladi. Ko'p narsa o'rgansa bo'ladi-ku. Lekin baribir qanaqadir abituriyentlikda qutilgandan keyin yelkadan tog' ag'darilgan deb odam yengil bo'lib qolganda. Keyin abituriyentlik paytida odam sog'inadi, yengillik bo'lib qoladi undan keyin. Bemalolroq bo'lib qolasiz. Sizni ilm olishingizga majburlab turadigan nimadir yo'qolib qolgandek tuyuladi. Lekin unaqa yo'qolib qolishi men uchun komfort emas edi. Men yo'qolib qolishdan qo'rqardim. Shunchaki yana dangasa bo'lib qolish, men qo'rqardim. O'shaning uchun mana shu qarorga kelganimizda ustoz bo'lamiz deb emas. Kelamiz, 1 yil kimyoni chuqurroq o'rganamiz, keyin institut kimyoni yana yaxshi davom ettirishimizga, yaxshi tushunishimizga foyda beradi deb kelganmiz birinchi. Lekin meni qalbimda bo'lgan ustozga o'xshagan kuchli odam bo'lish, kimyoni zo'r o'rganish degan odam bo'lish. Lekin ustoz bo'laman degan anaqa ham konkret missiya bo'lmagandi. Xullas, birinchi kursda birinchi oy o'tdi, keyin ikkinchi oy boshlanganda kelganmiz ustoz oldilariga. Ustoz, shunaqa endi rejalarimiz shunaqa kimyoni chuqurroq o'rganmoqchimiz. O'zingizni qaysidir guruhingizga qo'shsangiz, guruhingizda boshqatdan sizni dars o'tish uslublaringizda kimyolarni chuqurroq o'rganmoqchimiz deganmiz. O'shanda men his qilganman, ustoz eng katta zo'r ma'lumot, to'g'ri yo'nalish berganlar bizga. Abdurahmon, Sanjar, sizlar hozir shunchaki o'quvchi bo'lib kirishinglar kerak emas guruhga. Bo'lmasa o'smaysizlar deganlar-da. Bo'lmasa o'smaysizlar. Sizlar kimyoni qanaqadir bilimlarni olib bo'lgansizlar, endi sizlar guruhlarga anaqa yordamchi ustoz bo'lib kirishinglar kerak. Qiynaladigan odamlarga misollarni yechishga yordamlashadigan odam bo'lib kirishinglar kerak. O'shanda o'sasizlar deganlar-da. Xuddi mana shu yondashuvdagi muhim narsa-da, chunki mas'uliyat bo'lmasa, inson baribir dangasalik yo'l qo'yishligi mumkin. Mana shu yerdagi mas'uliyat sizlarni undashga olib boradi baribir. Harakat qildirishga, intilishinglarga sababchi bo'ladi. Ustozi bor odamni yutuqlaridan bittasi, mana. Ustozimiz borliki, to'g'ri yo'nalish berdilar-da. Va men 100% to'g'ri ustoz tanlaganman deb o'ylayman. Chunki mana shunda hozir boshqa odam bo'lganda balki bo'ldi-ki, kursimizda o'qib, davom ettiraver deyishlari mumkin edi. Ustoz shogirdlar haqida shunchaki o'ylamasliklarini mana shundan bilganman. Qarab, biz haqimizda bo'pti o'qir, guruhga kelib demaganlar-da, chuqur o'ylab ko'rganlar. To'xta. Bu bola agar bunaqa qilsa nima bo'ladi? Taqdiri kelajagi nima bo'ladi? Bunaqa qilsa kelajagi nima bo'ladi degan rakursda o'ylab ko'rar ekanlar degan tushunchalar o'sha paydo bo'lgan va yana o'sha kolbaga bog'lanishga sababchilardan bo'lgan. Shundan keyin anaqa biz ustozga yordamchi ustoz bo'lib boshlaganmiz-ki. O'sha paytlarda yordamchi ustozlar deyarli bo'lmasdi. Biz bo'lardi, kam bo'ladi. Undan oldinmi kam bo'lardi. Biz kirib kelganmiz. Keyin sekin yordamchi ustozlar, shogirdlar ham ko'payishni boshlagan. Ustoz sizni yordamchi ustoz qilib oldi, yoniga shogirdlikka oldi. Siz o'zingizda qanaqa hissiyotlarni his qildingiz keyin? Yana o'zingizda yoki qanaqadir ishonch bo'ldimi yoki bo'lmasa qanaqadir qo'rquv paydo bo'ldimi? Menda birinchi xursandchilik tuyg'usi ham bo'lgan va bitta katta mas'uliyat ham bo'lgan. Bu katta mas'uliyatni Doniyor akani yordamchilari bo'lish degan narsa katta mas'uliyat. Chunki
o'sha mas'uliyatni berganlari meni katta o'sishimga sababchi bo'lgan narsa o'zi. O'sha qoidani o'shandan keyin ham o'zimga aniq qo'yaman. Bu qoidani ko'p yana jarayonni o'rgatganlar. Agar kimdir rivojlantirmoqchimisan, mas'uliyatni topshirgin deganlar. O'sha mas'uliyatni topshirganlar uchun ham men nima qilardim? Ustozni o'sha birga o'qigan Jasur aka borlar. Ularni bitta guruhda o'qiganmiz, lekin mendan ancha kimyoni yaxshi biladilar, ancha kuchli biladilar va ular ham ustozdan keyingi meni ustozim bo'lganlar. O'sha yilda birinchi kirgan yilimizda o'sha mas'uliyat bo'lgani uchun Doniyor akaning shogirdlari degan mas'uliyat va ularning guruhga kirganimizda o'quvchilar bizdan nimadir so'raganda to'g'ri yo'nalish, to'g'ri tushuntirish bera olishimiz mas'uliyati orqali bizni men eslayman, o'sha birinchi kursligimda men abituriyentlarga o'xshab o'qiganman yana. Yana abituriyentlarga o'xshab o'qiganman. Nega? O'sha mas'uliyat bo'lgani uchun. O'quvchilarning oldiga kirganimda men foydali bilim bera olishim kerak. Ularga misollarning yechilishini to'g'ri bera olishim kerak. Ustoz yuzlarini yorug' qilishim kerak degan mas'uliyat bo'lgan. Mana shu to'g'ri deganingizga yana bitta anaqa qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Qarang, o'sha vaqtdan boshlangan ustozlarni to'g'ri yo'nalish deganda faqatgina o'sha qiynalgan savol, masala, misollarni to'g'ri usulda yechib berish emas, balki eng oson usulda. Va Doniyor aka yechib bergan, o'zi o'ylab topgan usullarda o'rgatishlik mana shu vaqt men uchun muhim edi va menimcha hozirgacha ushlab kelingan mana shu usul ustozlarda. Ya'ni qaysidir ustoz, menimcha adashmasam, hali ham ta'lim markazida barcha ustozlar qaysidir murakkab masalalar deymizmi, menimcha o'sha Doniyor akaning uslubida o'rgatsa kerak menimcha. Shunaqami? Siz endi chiroqdan bilasiz. Yaxshi savol berdingiz. Mana shu rostdan to'g'ri, hozir to'ldirib ketsak bo'ladi. Usul masalasi muhim edi. Men ham nimaga aynan o'rgatishga qiziqqanman. Chunki bu yoqqa Kolbaga kelganimda men uchun qiyin deb tuyulgan mavzularni ustoz oson usulda o'rgatganlar-da. Men endi o'zimda shunaqa bor ekan, nimadir oson usulni o'rgandingmi, demak qolganlarga ham shuni osonligini tushuntirishing kerak. Ular ham qiynalib yurish kerak emas. Shuni osonligini tushungan ne'matingdan qolganlarning foydalanishga haqqi bor degan, foydalanish kerak, uni tarqatish kerak, yoyish kerak degan tushuncha bilan rostdan misol uchun mana kimyoni tushunadiganlar ko'rsa biladi. Men boshqa joyda o'qiganimda oleum mavzusi, plastinka mavzusi yoki eritma mavzulari nisbatan qiyinroq va qo'rqinchliroq mavzuga tuyulganda. Chunki baribir nimaga bog'liq? Mavzuni o'tilish usuliga, uni tushuntirish usuliga va undan keyin ishlanadigan misollarni ketma-ketligiga bog'liq bo'lganda. Qarang, o'sha vaqtda bir qolip bor edi. O'sha qolip hozirgacha saqlanib kelgan-a? Ha. Aynan mana shu qolip, ya'ni usul. Mana hozir biza Ma'zum Ko'lba ta'lim markazida o'quv bo'limida ishlayman. Ustoz oladigan bo'lsak, imkon qadar ustoz mana Ko'lba ta'lim markaziga yangi ustoz olmoqchimiz. Suhbatda ustoz o'zlari qatnashadilar. Undan keyin men ham suhbat qilgan paytimda savollardan bittasini beraman. Ko'lbada usul bor. Ya'ni aynan qaysi mavzuni qanaqa o'tish uslublari bor. Aynan o'sha uslublarni o'rganib olib, o'sha uslubga yaqinroq o'tishingiz kerak. Yaqinroq o'ta olishga moslasha olasizmi degan savollarni ham beramiz. Chunki rostdan Ko'lbani o'quvchilari mana shuni deb ham Ko'lbani ko'proq tanlashadi. Chunki rostdan o'ziga xos Doniyor akaning uslublari saqlanib qolgan. Buni yana davomiy saqlanib qolish uchun bizada nima qilamiz? Endi baribir kengaygan sarimiz uslub o'sha 100% saqlanib qolishi qiyin-da. 100% saqlanib qolishini xohlaymiz biz hozir. Lekin uni ta'minlash uchun nima qilganmiz? Hozir yangi yildan aytib ketdik. Ko'lbani o'zini kitobini yozishni boshlaganmiz keyin. Nimaga Ko'lbani kitobini yozamiz? Chunki boshqa ustozlar ham kelsa, o'sha kitobdan dars o'tsin va o'sha usul bo'yicha, oson usul bo'yicha o'quvchilarga dars bera olsin degan maqsadda o'sha narsa saqlanib qolish uchun kitobini, Ko'lbani kimyo kitobini yozib tugatganmiz. Yana uni rivojlantiryapmiz keyingi bosqichlarni. Biologiya kitobi ham deyarli tugab qoldi. Uslub masalasi o'sha saqlab qolinishini juda xohlaymiz va bundan keyingi bolalarga ham bu narsa yetib borishni xohlaymiz. Chunki o'zim o'sha uslubda natija ko'rganman va o'sha usulda qiynalmasdan o'rganganman kimyoni. O'zi kimyoni hamma joyda har xil o'rgatishadi. Ayrimlar borib kimyo qiyin ekan, eplolmayman deb ketib qolishiga sababchi bo'lib qoladi-da. Mavzuni tushuntirish darajasi, uslubi. Shunaqa o'sha kitob degan masalangizga ham hozir men o'zim Ko'lbani kitoblarini bitta ochib qaragan vaqtim, men hali shu vaqtgacha o'zbekcha bironta kitobda ko'rmaganmanki, biologiyani workbooki borligini. Yoki kimyoni workbooki borligini bironta kitobda ko'rmaganman-da. Lekin men Ko'lbadagi hozir o'quvchilar o'qiyotgan vaqtda men bilamanki, biologiyadan workbook bor.
ustoz tushuntirib bergan narsani xuddi shu narsani o'chirilgan holatda uyga borib o'quvchi bajarishi kerak o'zi. Yoki kimyo xuddi mana shunaqa holatda qanaqadir multfilmga o'xshaydi. O'quvchi qiziqib kirib ketadigan o'xshaydi mana shu holatda. Menimcha bu kitobni ham menimcha ommaga olib chiqib xudo xolasa rejada bo'lsa kerak bu holatlari. Hozir qarang, o'sha vaqtda siz ustozga shogird bo'lib tushdingiz. Tushganingizdan keyin usullarni o'rgandingiz, o'quvchilarga o'rgatishni boshladingiz. Siz mana shu yerda o'zingizda ustozlik qanaqadir hissiyotlar paydo bo'ldimi o'zingizda? Katta davr emas, 5-6 yil o'tdi, lekin juda ko'p jarayonlar bo'lgan. O'zim o'sha ustozning darslarini kuzatib, yordamchi bo'lib kirganimdan keyin menda ustoz bo'laman degan fikr kuchayib ketgan. Keyin bunday o'ylab qarasam, o'qiydigan yo'nalishim, institutim ham ikki xil sohaga yo'naltira oladi. Ham kimyo bo'yicha dars o'tish sohasi bo'yicha, ham kim texnolog bo'yicha. Lekin o'ylab qarasam, baribir menda o'zimning qobiliyatlarim nimadir o'rganib, nimadir o'rgatish. O'rganib o'rgatish degan o'zimda xohish, istagim bo'lgani uchun, demak va xohish istak bo'lgan va Alloh taolo nasib qilgan ustoz ne'matini bergan. Bemalol unaqa mana senga ochiqman, o'rgataman degan ustoz topa olganman-da. O'zim xohlaganimni ko'ngilga ustoz topa olganman. O'shaning uchun ham o'sha sekin-sekin boshlangan o'zi ustozlikka chiqish davrimiz, hozir mana o'quv bo'limini boshlig'imiz bu etapga chiqish davrimiz qanaqa boshlangan? Nimalardan boshlangan? Biz guruhda birinchi ustozni yordamchilari bo'lganmiz edik. Birinchi misol tushuntirishdan, o'quvchilarga misol tushuntirishdan boshlamaganmiz. Birinchi guruhda biz o'quvchilarning uy vazifasini tekshirardik. O'quvchilarning davomatini qilardik va men uchun ularni uy vazifasini tekshirish, davomatini qilish birinchi darajali emas. O'sha ishni qilib, kolbaga qanaqadir qiymat berish va ustoz darslarida o'tirib, ustoz o'quvchilarga odob axloq, qadriyat masalalari va kimyoni qanaqa qilib yetkaza olayotdilar. Umuman kimyoni bilmasdan kelgan nol o'quvchilarga kimyoni qanaqa qilib oson o'rgatib qo'yaptilar degan sekret deydim buni shuni o'rganish bo'lganda, birinchi darajada u bo'lgan. Sirli masala. Birinchi darajada u bo'lgan, lekin men qiymat bera olishim kerak-ku. Bu yerda men ishlab yurganimga yarasha kolbaga qanaqadir qiymat bera olishim kerak degan talab bo'lmagan, lekin o'zim shuni xohlaganman. Nimadir bera olay, keyin nimadir olay degan narsa bo'lgan. Lekin o'sha berishimni o'zida ham ko'p narsa olganman. Ya'ni o'quvchilarning uy vazifasini tekshirish, ularni davomat qilish, keyingi bosqichda sekin-sekin o'quvchilarga misollar tushuntirib berish. Keyingi bosqichda 3-yil har bitta bosqichim o'zi 1 yildan o'tgan deyman-da. 1 yil davomat qilib tekshirgan bo'lsam, keyingi yil yordamchi ustoz bo'lib doskada bemalol misol tushuntirib bera olganman. Va aynan u misolni o'zimni dunyo qarashim, o'zimning fikrlarim bilan emas. Men shu narsaga ko'p e'tibor berganman. Sen Abdurahmon, o'zingni oldingi uslubing, o'zingni shunchaki biliming bilan emas, aynan bu misolni Doniyoraga qanaqa usulda o'rgatganlarini o'rganib, aynan o'sha usulda yetkazib berishing kerak o'quvchilarga degan menda anaqa bo'lgan, o'zimda missiyam bo'lgan. Chunki men bilaman ustoz kuchliligini va o'sha misolni ustozdan o'rgangandek o'rgatib berishga o'zimda maqsad bo'lgan. O'sha maqsadim bo'lgani uchun ham menimcha keyin ustozlikka chiqqanimda ancha menga yengilroq bo'ldi. Men hatto o'zingiz ham bilasiz, ustoz ilmlarini yaxshiroq ola olish uchun bitta guruhda ustoz mavzu o'tsalar, menda qayg'u bo'lardi. Nari guruhda ustoz mavzu o'tyaptilar, men u mavzudan qolib ketyapman. Nimaga? U mavzuni ustoz qanaqa usulda o'tyaptilar, o'quvchilarga qanaqa tushuntiryaptilar, qanaqa hayotiy misollar ko'rsatyaptilar, menga qiziq bo'lganda. Men ikkinchi guruhda u paytda uyga tekshirib davom etib qolgan bo'lganman. Endi shoshib-pishib bu yoqqa kirishim kerak yoki anaqa qilishim mumkin edi. Ikkinchi variantini o'ylaganman, anaqa qilardik biz. Telefonda stoykani olib kelib videoga olardik-da. Chunki maqsad bor, kelajakda ustoz bo'ladigan bo'lsam, ustoz o'tayotgan mavzuni nuqta virgulgacha men o'zimdan keyingi avlodga shunaqa yetkazib berishim kerak. Oqizmasdan, tomizmasdan, sifatini tushirmasdan yetkazib berishim kerak deb videoga olardim-da. Va ustozlik bosqichiga chiqqanimda birinchi menga guruh berilgan paytda, mana senga guruh, da endi o'zing o'qitishing kerak degan paytda men o'shanda ham o'sha missiyam saqlanib qolgan. Ustozdagi sifatli ilmi bera olishim kerak deb turib, o'sha videolarni kompyuterda hardga saqlab qo'yardi. Kompyuterda ochib, darsga kirishdan oldin ko'rardim. Ko'rib olib, o'zingiz ham ko'p ko'rgansiz, konspektlashtirardim birinchi. Chunki ko'rganimni o'zi yetmaydi deb turib. Men ham o'sha ustozdan u narsalarni yuqqan deb o'ylayman. Perfeksionizm, yaxshiroqqa harakat qilish degan narsa. Chunki men videoni ko'rib turib, keyin kirib ertaga dars o'tarsam ham bo'lardi. To'xta, videoni ko'rganing bilan bir marta qog'ozga tushirmasang, ertaga darsga qaysidir joyi qolib ketib qolishi mumkin degan fikr bo'lardi. Ko'rib olib, keyin yopardim-da. O'quvchiga aniq tushuntiraman deb boshqatdan o'zim dars o'tib berib, konspektlashtirib olardim-da. Keyin anaqa
xotirjam maza qilib dars o'tardim. Bilasizmi, buni menga eng yoqadigan joyi qayerda edi? Misol uchun, men endi o'zim ham ustoz bo'lgandim o'sha vaqtlari. O'sha paytdagi boshqa ustozlarni ham Doniyor aka bilan men farqlashda qiynalanim sababi bor-ku. Misol uchun Doniyor aka qaysidir mavzuni o'tayotgan vaqt ketma-ketlikni shundoq ham konspektni bir qilib o'tib beradi. Undan tashqari men endi ayrim ko'zim tushadi boshqa ustozlar bilan Doniyor akaning dars o'tishiga. Doniyor aka qanaqa hazil qilsa, boshqa ustozlar ham xuddi o'sha joyda o'sha hazilni qiladi, o'sha joyda. Xuddi Doniyor aka dars o'tirganda bo'lib ketadi-da, boshqa ustozlarda ham demoqchiman. Xuddi mana shu narsaga e'tibor berardim, xuddi mana shu holatda o'quvchilarga yetib yetib borardim. Shunaqa o'shanda maza qilardim deyman. Ya'ni o'zimda bilardim, o'zimni bilimim bilan o'tsam, bu o'quvchiga to'liq bilim bera oldim deb o'ylamasdim. Mana shu bir narsa xayolimga kelib qoldi va boshqa o'qituvchilarga ham shuni maslahat beraman, o'qituvchi bo'lmoqchi bo'lganlarga ham shuni maslahat beraman. Iltimos, fanni ustoz topib, chuqurroq o'rganib, keyin o'rgatinglar. Men chunki o'zim shunaqa bo'lganim uchun qolganlar ham balki shunaqa bo'lishini xohlarman. Chunki baribir sizni oldingizga ota-ona farzandini ishonib topshirib ketadi. Butun boshli bitta narsani ishonib topshirib ketadi. Sizni yaqindan bilmagani uchun sizga ishonadi-da. Endi siz uni yaqindan bilmaganini suiiste'mol qilmasligingiz kerak, o'zingiz ustida ishlashingiz kerak. Shunchaki bor bilmingiz bilan kelib dars o'tib chiqib ketish kerak emas-da. Chunki ularning haqqida. Ertaga o'shalar o'qishga kirsa, natija qilsa, sizga ham foyda bo'ladi. Sizga ham bir tarafdan savob keladi. Lekin ertaga shular o'qishga kira olmasa yoki o'qishga kirgan taqdirda ham yaxshi kadr bo'la olmasa yoki yaxshi kadr bo'lgan taqdirda ham ustoz faqat ilmni o'zini, faqat kimyoni, faqat fanni o'zini o'rgatmaydi-da. Men shunaqa deb bilaman. Chunki ustozlarimizdan shunaqa ilm olganmiz-da. Ya'ni Doniyor akadan men faqat kimyoni o'zini o'rganmaganman-da. O'sha abituriyentlik paytida o'zida, shogirdlikdan tashqari abituriyentlik paytining o'zida Doniyor akadan men o'quvchi talibi ilmni bo'lish kerak bo'lgan narsalarni o'rganganman-da. Undan oldin ochiqi ilm oluvchi odamda bo'lish kerak bo'lgan xislatlar degan narsa haqida o'ylab ko'rmagan ekanman-da. Bor 2 yil o'qiganman-ku boshqa joyda. Kelganman. Darsga kirish kerakmi? Mavzuni tushunish kerakmi? Uyga borib misol aytish kerakmi? Bo'ldi, yechaverganman. Lekin Kolbaga kelganimda menga to'g'ri ilm olish yo'llarini o'rgatishganda. Vaholanki hozir balki kimdirlar bilmas. To'g'ri ilm olish yo'li bor ekan degan narsani bilmasligi mumkin-da. To'g'ri ilm olish yo'llarini va ilmni osonroq olish uchun, ilm yuqishi osonroq bo'lish uchun nimalarni to'g'rilash kerakligini ustoz o'rgatganlar-da. Hatto Kolbada o'qiganimdan keyin ham meni ota-onamga bo'lgan hurmat, e'tibor, munosabat, mehr, ularga nisbatan mehr yana nisbatan kuchaygan. Nisbatan kuchaygan. Ustozlarimiz shu narsalarni o'rgatishgan. Nima demoqchiman? Ustoz mukammal, yaxshi ustoz ham ilmini yaxshi bilishi kerak, ham o'quvchiga bera oladigan odobi, bera oladigan qadriyati va o'quvchiga to'g'ri ko'rsatadigan yo'li bo'lishi kerak. Va yana o'sha pedagogikasi ancha kuchli bo'lishi kerak, pedagogikasi. O'quvchini og'riqlarini his qila olish kerak. Ha. Shunaqa o'quvchini og'riqlarini his qila olish kerak. Men ayrim o'quv markazida, ayrim guruh, ayrim ustozlarni kuzataman. Mana shunaqa ustoz bo'lib ketishini xohlamayman-da. Shuning uchun ularga qayg'urganim uchun aytaman. Yo, bolalarga faqat kimyoni o'zini emas, boshqa ustoz berish kerak muhim narsalar bor, muhim maslahatlar bor. Ularni ham o'rgatish kerak. Uning uchun oldin o'rganish kerak. Yo, o'zi o'rganish kerak, yo ustoz topib o'rganish kerak deb. Mana shu narsani juda to'g'ri aytyapsiz. Chunki men o'zim bilaman, mana shunaqa holatda. O'zim shu sohaning ichida bo'lganim uchun aytyapman-da. Chunki shu vaqtgacha 100 dan ortiq ximiya biologiya ustozlarini suhbat qilib ko'rganman-da, ishga olish jarayonida. Ana ustoz bilan suhbatlashgan vaqtda u ustoz o'zini eng zo'rman deb bilib turadi. Suhbat qilguncha. Suhbatning boshida o'zini zo'rman, men o'rgangan narsam ozroq bor bo'lsa kerak yoki qolmagan degan pozitsiyada turishadi. Vaholanki suhbatning oxiriga borib, hali ko'p narsa bilmasligi ma'lum bo'ladi-yu. Shuning uchun men agar qaysidir ustozlar faqatgina o'zini atrofidan boshqa muhitga chiqa olmayotgan bo'lsa, aylanib ko'rsin, boshqa o'quv markaziga borib ko'rsin. U yoqda qanaqa tajribalar bor yoki undan tashqari men hali o'rganishim kerak bo'lgan bo'shliqlarni topishlik uchun qayerdadir o'zidan katta ustozlarga borib ko'rishlik muhim deb o'ylayman. Chunki agar boshqa joyga chiqmaguncha o'ziga kamchilik ko'rmaydi va o'quvchiga eng zo'r narsani o'rgatyapman deb o'ylaydi. Boya siz aytgandek, eng yomon tomoni o'quvchi u ustozga borgan vaqtda men eng zo'r narsani o'rganyapman, ya'ni eng oson usulda o'rganyapman degan fikrda turaveradi. O'quvchi bilmagani uchun. Endi buni o'quvchi ajrata olish qiyin. Endi bu ustozga bog'liq joylari. Xo'p, endi Abdurahmon, mana bu Kolbaga keldingiz.
o'zingiz o'qidingiz, o'qigandan keyin institutga kirdingiz, mana shu yerda ishladingiz, ustoz bo'lish qarorini qabul qildingizda, undan keyin mana bu ustozlikdan tashqari sizga qanaqa hissiyotlar keldimi? O'quvchilaringiz tomonidan o'zi ustoz bo'lish hissiyoti qanaqa ekan? Mana shunga sal kirib bersangiz. O'zi ustoz bo'lish kerakmikan, yo'qmikan? Chunki men o'zim misol uchun ustoz bo'lgan vaqtim o'quvchilarim savol berardi. Ustoz, men ximiya o'qigan ekansiz, yoshligida biologiya o'qigan ekansiz, nega doktor bo'lmagansiz degan vaqtda men aytardimki, baraka topgan, agar men doktor bo'lmoqchi bo'lsam, agar bitta doktor bo'lsam, nechtadir odamga cheklangan odamda, misol uchun 100 ta, 200 ta, 300 ta odamga yordam bera olaman. Agar men ustoz bo'ladigan bo'lsam, minglagan doktorlarni chiqarsam bo'lardi deb tushuntirardim. Endi bu degani doktor ham kerak jamiyatga, ammo bilasiz, hozir ustoz bo'laman deydigan yoshlar umumiy respublika miqyosida ko'p emas. Ko'p emas. Misol uchun o'zimiz atrofdagilar endi bizani aldab qo'yishligimiz uchun o'zimiz atrofdagilar ustozlarga havas qilib ustoz bo'laman deydiganlar ko'p. Lekin respublika miqyosida bunaqalar kam bo'lishligi mumkin. O'shanga siz ustoz bo'lgan vaqtingizdagi qanaqa o'zingizga yoqqan hissiyotlar yoki bo'lmasam o'zingiz ichida o'tgan tuyg'ularni aytib bera olasizmi mana shu masalada? Birinchi kurs bo'lgandan keyin baribir talabasiz qanaqadir sekin-sekin pul topishga ham qiziqish payti boshlanadi. Menda uyimizda adamlar sexlari bo'lardi. U yerda ishlash imkoniyati endi adamlar sexlari bo'lgandan keyin menda bor ishlash imkoniyati va ishlab turib yaxshi daromad topish imkoniyati ham bor edi. O'sha paytda menimcha o'zim tushunchalarim va ota-onam ham menga bergan to'g'ri yo'nalishlari bilan bu yoqni tanlagan bo'lgan. Ya'ni qanaqa moddiy jihatdan va u paytda ko'pchiligi moddiy jihatdan yaxshi pul topib tursa yoqadi-ku. Talaba paytda o'zini puli bor, o'zi bemalol ishlay oladi deganlar. Shunaqa. Chunki talaba o'zi katta bo'lib qoldi endi. Abituriyent emas, yosh bola emas, ota-onasidan pul so'rash xijolatli bo'ladi. Lekin o'sha paytda ozgina sabr qilganim hozir yutuqlarimga sababchi bo'lgan. Ya'ni qanaqa? Men o'sha payt sexda uyda qolib, misol uchun o'sha paytgi summa bilan aytaylik, 2 million, 3 millionga yaqin pul topishim mumkin edi oyiga. Lekin o'sha yerda Alloh taolo to'g'ri yo'nalish tanlashimga sababchi qilib qo'ygan ustozlarimiz, ota-onamizni qanaqa? Abdurahmon hozir pulga anaqimi? Pulga chalg'imi? Pulga chalg'imi yoki maza qilishga, dam olishga, maza qilib talabalar yashini surishga chalg'imi? Hozir ilm olib qolishing kerak. Ilm olishdan to'xtab qolma. Talaba bo'ling degani bo'ldi. Institutga borib, institutni bilib olsang bo'ldi degani emas. Deb turib, unaqa sex tashab chiqib ketganman. Ya'ni chiqib bu yoqda shogirdlikka ko'proq fokus qilayotganman. Chunki bu yoqda boshida 3 kun kelardim-da. 3 kun kelardim, 3 kun uyda ishlardim. Ota-onam bilan kelishib olib, to'g'ri, hozirgidek daromad, uydagi topgan daromadni topa olmasligim mumkin, lekin kelajakda bu yoqda hozir tajriba orttirish meni kelajagim uchun aniq foyda beradi deb kelishib olganmiz. Va bu yoqqa kelib turib, yana ustozlikni davom ettira olaman. Mana shu yerda sabr qilish va to'g'ri yo'l tanlash muhim deb o'ylayman. Men sabr qilganman-da, ochiq. Talabalik paytimda yoki shogird bo'lib yurgan paytim, men 1-kurs, 2-kurs, 3-kursgacha men shogird bo'lib yurganman va bu paytda endi shogird bo'lgandan keyin moddiy jihatda juda erkin bo'lmaydi. Chunki shogird baribir ilm o'rganish kerak. Hali men ilmimni to'liq o'rgatib, o'zim guruhga dars o'tadigan darajada bo'lganim uchun moddiy jihat juda zo'r bo'lmaydi. O'sha paytda sabr qilib boshqa narsalarga chalg'amaganman. Misol uchun men ham o'rtoqlar, sinfdoshlarim bor-da. Ularga o'xshab yomon demoqchi emasman. Ular ham hozir zo'r yo'lini topib ketgan. O'sha paytda ularga anaqa qilib o'rtoqlarim ham yaxshi pul topishga boshlayapti deb turib pul topishga chalg'ib ketganimda balki hozir bu davrda bo'lmasdik, bunaqa yutuqlarga erishmasdik. Sabr qilib turib o'rgandik ilmni va hozir mana ustozlik bosqichini ham bosib o'tdik. 1 yildan ko'proq ustoz bo'lib ishladim. O'zim mustaqil dars berib boshladim. Keyin hozir mana o'quv bo'limida ustozlarni nazoratdamiz. Xo'p, yana bitta narsa, ustozlikni ko'proq qanaqa his-tuyg'ulari bor? Boya siz o'zingiz ham aytdingiz, o'quvchilarimga qanaqa tushuntirardim dedingiz. Men ham o'quvchilarimga, ota-onalarimga nega sen ustoz bo'lding? Sen doktor bo'lsang yaxshiroq edi, jamiyatga ko'proq foyda keltirarding deyishganda aytardim. Endi hammaning qiziqishi bor. Men ko'proq kuchliroq tarafim bunda ekan, bunga tortib ketdi. Buni bitta doktor, men o'zim bir kishi doktor bo'lganimdan ko'ra, bir nechta odamni yaxshi shifokor bo'la olishiga sababchi bo'lganim yaxshiroq. Mana sizga bitta doktor farzandingiz bo'lganini orqasidan kelgan foyda ko'proqmi yoki farzandingiz o'qituvchi bo'lib bir nechta odamni yaxshi shifokor bo'la olishiga sababchi bo'lgan orqasidan ulardan ham baribir menga va
ota-onamga savol boradi. O'sha yaxshiroqmi deb kelishganimizda anaqa xursand bo'lib qolishgan. O'quvchilarimizga ham mana shunaqa tushuntiramiz. Keyin bu yaxshi og'riq ko'tardingiz. Chunki hozirgi yoshlar, endi yoshlar deganda hali yo'nalishni to'liq mutaxassis bo'lmagan insonlarni aytyapman. Hammasini birdaniga bo'lib ketishni xohlaydi-da. Birdaniga misol uchun 6 oyda nimadir bo'lib qolsa, 6 oyda o'zini ta'minlab ketsa yoki bo'lmasam kimgadir yana yordam berishni xohlaydi, hamma xohlaydi. Lekin birdaniga bo'lib ketsa, kutuvlarni katta qo'yib qo'yadi-da bu narsadan. Misol uchun hozir sizni adashmasam 22 yoshsizda. 22 yoshmi? 2002-yil 23. 23 ga kiryapsiz. Hozir sizni oilangiz bor, misol uchun shaxsiy mashinangiz bor va ishxonada o'zingizga yarasha do'stlaringiz orasida yaxshigina obro'yingiz bor va sizga kerak narsa menimcha yo'q deb o'ylayman-da hozir. Va bundan keyin asoz shakllanadi-yu, lekin hozir o'zingiz ko'rgan hamma narsaga erishib bo'lgansiz ayni vaqtda. Va bu narsa barchasi sabr orqasidan albatta. Abdurahmon, yana bitta narsa, aynan men bu Doniyor akam bilan yoki ustoz shogird bo'lib qolishligingizga yana eng menimcha hayotingizda kelajakdagi rejalaringiz mana shu kolba bilan bog'langan, to'g'rimi? Va bu yoqda aynan nima sababdan aynan kolba bilan bog'lab qo'ydingiz kelajaklaringizni? O'sha haqida bitta aytib bera olasizmi? Shu birinchi savolingiz anaqa ustoz bilan yana yaqinroq bo'lib qolishingizga nima sabab bo'lgan deb javob beradigan bo'lsak, mana shu 2019 dan 2025 gacha bir har xil davrlarni birga kechirdik-da. Misol uchun qaysi davr aytsam bo'ladi? Ko'proq bizani bir-birimizga yana yaqinroq qilgan, ustoz shogirddan tashqari yana aka-uka degan pardani ham hosil qilgan narsa davr bu karantin davri. Ustozga shogird bo'lib ish jarayoni boshlaganimizdan keyin karantin davri ham boshlangan orada. O'sha karantin davrida ko'p o'quv markazlar o'z-o'zidan anaqani imkoniyatimiz yo'q deb o'quv jarayonlarini to'xtatgan. Lekin men xursand bo'ladiganim, chunki hozir agar bizlar ham to'xtaganda meni hayotim yana qanchadir rivojlanishim orqaga ketib qolgan bo'lardi. Lekin karantinda odatiydan ko'ra ko'proq rivojlandim deb o'ylayman. Sababi bizda ustoz bunaqa taklif berganlar. Nima bo'lsa bo'lsin, biza o'quvchilarni o'qishga kirish uchun shu sharoitda ham imkoniyat qilishimiz kerak deb turib taklif bilan chiqqanlar. Bo'ldi, endi vaziyatga moslashamiz, onlayn dars o'tamiz. Va yana o'sha onlayn dars o'tganda ham qo'l uchida yoki kamroq imkoniyat bilan emas, eng zo'r va eng sifatli onlayn darsni berishimiz kerak va buni eplolamiz deb ishontirganlar. O'sha paytda jamoamiz katta bo'lmasa ham bu narsani eplolganmiz. Kichkina jamoa bilan bu narsani eplolganmiz. Bu narsa keyin o'quv markazining qadriyatida bor deb qarasa ham bo'lar ekan-da bu narsa. Ya'ni o'quvchilarni mana shu qiyin vaziyatda karantinda onlayn dars tugul hamma o'zini o'ylab qolgan vaqt edi-da. Qanaqa o'sha vaqtda ko'chaga chiqishga odamlar qo'rqadigan vaqt bo'lganda. Ko'chaga chiqish haqida o'zini muammolari, anaqa o'ylaydigan ko'p davr bo'lib qolgan. O'shandan men o'zimga xulosa qilganman. Demak, yana bir bor ishonch hosil qilganman. Men ustoz tanlashda adashmaganman. Chunki ustoz o'quvchilarini men shogirdlarimni o'quvchilardan yaqinroqman deb hisoblaganman. O'quvchilarini mana shunaqa paytda tashlab ketmayapti. Demak, men xotirjam bo'lsam bo'ladi. Ustoz har qanaqa vaziyatda men to'g'ri yo'lda yuradigan bo'lsam, ustoz har doim yordam qo'lini cho'zadilar. Hech qachon shunchaki tashlab qo'ymaydilar, noto'g'ri yo'lga ketib qolsa ham shunchaki tashlab qo'ymaydilar degan xulosaga kelib, anaqa bemalol ishonch bilan yana yo'limni davom etishni boshlaganman. O'sha karantin davrini eslaganimizga ozgina aytib o'ting. Aynan nimalar sabab bo'lgan ustoz bilan karantinda yaqinroq bo'lishimizga. Men baribir hammaning ota-onasi bola shirin-ku. Endi uni ota-ona bo'lgandan keyin ko'proq his qilar ekan odam. O'sha karantin bo'lgandan keyin meni ota-onam bo'ldi. Ko'chaga chiqish yo'q. Chunki xavfli. Mumkin bo'lgan kunlari ham ko'chaga chiqish yo'q, chiqmaysan, uyda o'tirasizlar hamma, yuqtirib olishingiz mumkin. Xavfli deb turib, unaqa juda qo'rqishgan. Ustozlarimiz birinchi boshlashgan. Birinchi uyda o'tirib, hamma o'zini uyda o'tirib tizimni, jarayonlarni tashkillashtirishni boshlaganmiz onlayn. Keyin qarasam, jamoa kvartira olib turib, chunki birlashib qilish kerak bo'lgan joylar bo'lgan. Darslar birlashib, fikrlanadigan birlashib, video darslar yoziladigan joylar, jarayonlar bo'lgan. Kvartira olib, kvartirada ustoz o'zlari uyda video yozib beradilar, o'zlarining uylarida video yozib beradilar. Keyin kvartiradagi 2-3 o'zimiz yaqin Sanjar aka, Jasur aka, yana Bahriddin aka degan yaqinlarimiz bo'ladi. Shularga videoni tashlab beradilar. Ular kimyoni tushungani uchun o'sha jarayonni montajni ham o'rganib, montajni ham qilib berasizlar. Undan tashqari o'sha o'zi ximiklar, montajni ham o'rganib
kimyoni yaxshi tushungancha videoni to'g'ri montaj qila oladi deb turib ularga vazifа berganlar. Keyin qarasam, men uydaman, qolib ketyapman. Menga o'sha anaqa ustoz baribir ustoz xizmatini qilish yoki o'sha orqali bolalarga yana karantindan ilm ulashib qolishdan qolib ketganimni his qilganman. Keyin uydagilarni amallab ko'ndirganman. Bu ham men uchun bitta bosqich bo'lgan o'z ishimga, ya'ni uydagilarimni ko'ndirganimga o'zim hayron qolganman. Ya'ni chunki men baribir ko'ndira olmasam kerak degan fikr bo'lganda, ya'ni qanaqa men ham o'sha kvartiraga borib, u jamoa bilan birga xizmat qilay. Uyda o'tirib qilsam ham bo'ladi, lekin undan ko'ra borib qilsam ko'proq foyda keltira olaman deb turib, amallab uydagilarni ko'ndirganman. Karantin paytida adam o'zaro bo'lib tashaganlar kvartiraga. Borib kvartirada birga bolalar bilan o'sha yerda bir haftalab qolib, men endi bir uyga borib kelardim, qolganlar ham bir uyga borib kelishardi. Kvartirada o'sha yerda yotib qolib, shu bahona biz nimani ham o'rganganmiz? Montajni ham o'rganganmiz. Video montajni o'rganganmiz. Audio alohida, video alohida yoziladi. Ularni bir-biriga moslab chiqqanmiz. Ustoz videolarini. Undan tashqari, mavzulardan tashqari misollar bo'lardi. Misollarga video yechimlar qilishga yordamlashganmiz. O'sha paytda o'zida ham kimyoviy bilimim oshib borgan va u paytda ustoz ham birga keldi. Endi kimdir bilan birga yashasangiz, u odam bilan boshqacha yaqin bo'lib qolasiz. Bunaqa safarga chiqdik-ku, birga yashab ko'r degan maqsadda. Safarga chiqish yoki birga yashab ko'rish. Safarga chiqqandan ham ko'proq menimcha birga yashab ko'rish ko'proq odamni har qanaqa jihatdan yaqinroq va uni ko'proq tanib olishga anaqa bo'lsa kerak. Men karantinda o'sha birga bo'lganimiz uchun ustozlik boshqa qirra, men ko'rmagan qirralarni ham birga yashab ko'rganimiz uchun ko'rib, o'shanda ham ko'p narsa o'rganganman. Ya'ni o'sha ertalabdan kechgacha birga montaj qilardik. Juda qiziq. Sanjar aka, Jasur akalar bilan aka-ukadek bo'lib ketganimizda ham yaqinroq bo'lib ketishimiz sababchilardan ham bitta davram shu edi. Chunki birga yashaganmiz, har qanaqa vaziyatda birga bo'lganmiz o'sha paytlarda. Va maza qilganmiz. O'quvchilarga o'sha paytdagi, o'ylaymanki, o'sha karantin paytidagi eng sifatli bilim bera olganmiz. Shunchaki video chat qilmaganmiz yoki ovozli chat qilmaganmiz. Biz bolalar kolbaga kelib offlayn dars qanaqa olsa, onlaynda ham o'sha sifatda bera oladi deb turib, vaziyatdan kelib chiqib, ustozni o'zlarining YouTube'da onlayn darslari ham bor, ko'rsanglar bilasizlar. Oynaga xuddi ustozni bolalar jivoy ko'rgandek bo'lish uchun oynaga yozib tushuntirganlar. O'sha davrlar meni ustozga ancha yaqinroq qilgan, aka-uka bo'lishimizga ham hozir misol uchun ustoz bilan oramizda katta chegara yo'q-da. Misol uchun akamga qanaqa savollarni yoki adamlarga borib maslahat so'raydigan narsalarimni, shaxsiy narsalarimni ham ustozdan hozir ham bemalol borib so'ra olaman-da. O'sha qanaqadir pardani uzishga o'sha davr ham yordam bergan. O'sha paytda yana bitta yutug'imiz karantinda men yana bitta katta ne'matlardan bittasi ikkinchi ustozimni ham topib yaxshiroq tanishib olganman. Ular ustozni ukalari Jahongir Nasriddinov. Karantin payt undan oldin ham ko'rishib turardik, lekin kam salom alaykum bo'lardi, kam ko'rishardik. Karantin payti ular bilan ham ko'p bo'ldik. Ularni ham yaqindan tanib oldik va xursand bo'ladiganim, ustozimiz yana bittaga ortdi-da. Ikkita ustoz bo'lishi zo'rdi. Tushunarli. Demak, bu qadriyatlarni, bu shaxsni shakllanishida mana shu bosqichlar hammasi ketma-ket bo'lgan. Bu yoqda sinov desa sinov bor, tajriba desa tajriba bor, sabr desa sabr, hammasi bor. Bu yoqda sayqallangan va albatta bu narsalar ustoz orqali shakllanadi. Hayotida ustoz yo'q odam birinchi qiladigan ishi demak ustoz topish kerak ekan. Ustoz topish kerak ekan. Abdurahmon, hozir o'quv markazida siz ustoz bo'lib emas, balki o'quv bo'limi rahbari bo'lib, o'quv bo'limini boshqaryapsiz. Oldin men o'zim boshqarib ko'rganman, buni mas'uliyatini bilaman, chunki o'quv markazida ishlagan vaqtim qulosimizda nechtadir o'qituvchi bo'lardi va o'qituvchilarni xuddi biz hozirgi shuncha gaplashgan asl qadriyatni ustozlar o'quvchilarga yetkazib beradi va yetkazib berish uchun qanaqa ishlash, bunga yetarlicha o'zining mas'uliyati bor, mashaqqati bor, buni bilamiz. Men sizdan asosiy so'ramoqchi bo'lgan narsam, hozirgi mana bu o'quv markaz endi tizimi haqida bitta gaplashsakda, nega bu narsani aytyapman? Nimaga bu narsa? Hozir shuncha o'quv markazlari bor. Nega aynan Kolban tizimi boshqa o'quv markazlaridan farq qiladi? Nega o'quv markazi 90% o'quv markazlaridan Kolban tizimi farq qiladi? Adashmasam o'quv markazida haftasiga 5 kun ximiya darsi o'tiladi. Mana ko'pchilik men ximiya o'qitadigan joylarni bilaman. U yoqda haftasi 3 marta ximiya bo'ladi. Haftasi 3 marta ximiya, 3 marta biologiya. Kolbada nega aynan 5 marta qilingan? Ximiya nega 5 marta biologiya? Yaxshi savol berdingiz, shuni hozir foydaliroq qilib ochib beramiz, xudo xolasa. Unda mana bundan boshlasa yaxshiroq ekan. Birinchi o'zi Kolbani men kelgandagi paytdagi tizimi qanaqa edi va rivojlanib bosqichi qanaqa bo'ldi? Hozir qanaqa bosqichga keldi? O'shandan boshlasa. Men Kolbaga kelganimda
o'sha odatdagidek o'quv markazlarining uslubi bor o'zi. 3 kun bitta fan, 3 kun yana ikkinchi fan. Kelganimda shunaqa edi, ya'ni birinchi 3 kun kimyo va 3 kun biologiya darslari, 3 kun o'sha keyingi ikkinchi fan o'tilardi. Endi 3 kunlik hozir qayerdadir yana saqlanib qolgan. Lekin biz hozirgi tizimimiz 5 kunlik tizimda, boya aytganingizdek 5 kunlik tizimda. Endi sal chuqurroq kiramiz. Nega 3 kunlikdan 5 kunlikka o'tdik? 3 kunlik dars rejimida men o'zimiz muammolarni sezdik-da. Ichida ko'p yuraverganimiz uchun, o'sha jarayonda yurganimiz uchun sezdik. Kimyo va biologiya aniq va ko'p vaqt talab qiladigan fanlar bo'lgani uchun 3 kunlik kunda biz soat 2 da dars boshlasak, 7 gacha 5 soat dars o'tishimiz kerak, 5 soat. 5 soat dars o'tishimiz kerak. Ya'ni boshqa fanlarga o'xshab ayrim fanlar bor, 5 soat o'tilmaydi. 2 soat, 3 soat o'tiladi. Unga o'xshab kam vaqt ishlatadigan bo'lsak, bu fanlarni mukammal yaxshi o'rganishga vaqt yetmaydi. Endi hop, shunga majburmiz. 3 kunlikda bo'ladigan bo'lsa, kuniga 2 dan 7 gacha o'tishga majbur bo'lardik. Buni o'ziga yarasha kamchiliklarini sezishni boshladik. Qanaqa? O'quvchi 2 da keladi, 7 gacha faqat bir turdagi fanni o'qiydi. Faqat kimyoni o'qiydi. O'tda endi 5 soat bitta fanni o'qish va bo'lib ham og'ir fanda, yengil fan emas. Mavzuni tushunishingiz kerak, shunga mavzungiz bo'yicha misol yechishingiz kerak, keyin uni imtihon qilishingiz kerak. Hammasi bir kunda bo'lishiga to'g'ri keladi, vaqt ko'proq bo'lgandek. Mana shu bitta fanni o'qishi o'quvchilarni charchatib qo'yadi va o'sha kungi informatsiyani yaxshi olib ketishiga, sifatli olib ketishiga ta'sir qilardi. Endi buni yana bitta minuslaridan vaqt bemalol bo'lgandan keyin vaqt taqsimlashda nisbatan noto'g'ri taqsimlab qo'yishlik holatlari ham bo'ladi. Chunki inson o'zi baribir vaqti ko'proq bo'lgandan keyin zo'r unaqa taqsimlay olmasligi mumkin. Bemalolroq bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun 2 dan 7 gacha vaqtimiz bor, 5 soat vaqtimiz bor. Mavzuni bemalol odatdagidan ko'proq cho'zib o'tish mumkin yoki imtihonni yarim soatda olsa foydali bo'ladigan imtihon bo'lsa ham, uni 1 soatda olishi mumkin, vaqtimiz bor ko'rib turib. Yoki tanaffus masalalari. Vaqtimiz bemalol bo'lgani uchun tanaffus ko'proq bo'lib qolishi mumkin. O'quvchilarda ham-da. O'quvchilarda ham shunaqa bo'lishi mumkin. Nega aynan darsni 5 soat o'sha vaqt o'tgansiz? To'g'ri 5 soat o'tgansiz. Nega 2 soat emas? Chunki hozir men biladigan ko'pchilik o'quv markazlarida 1,5-2 soat oraliq bo'ladi, haftasiga 3 marta dars. Endi ota-ona sifatida ota-ona shakllanadi. Bu ham repetitor, bu ham repetitor. Lekin mehnatiga qarasangiz, bu 4 soat 5 soatlik dars, bitta darsi, bu esa 1,5 soat 2 soatlik dars. Nega aynan sizlar 5 soat dars o'tishga shuni kamroq o'tsanglar bo'lmasmidi? Yaxshi savol. Rostdan, agar 5 soatda emas, 2 soatda o'qish imkoniyati bo'lsa, nega Qo'lba 5 soat dars o'tgan o'sha paytda, 3 kunlik rejimda? Sababi bizdan yetib chiqayotgan o'quvchilar faqat o'qishga kirish uchun kimyoni o'qib qolish yoki faqat o'qishga kirib olish uchun biologiya o'qib qolishni xohlamasdik. O'qishga kirgandan keyin ham u fanni chuqurroq o'rgangani uchun tibbiyotdagi o'rganadigan narsalarni mohiyatiga yetib borish uchun imkon qadar mohiyati bilan o'quvchi faqat yozib olmasmi, o'sha mavzuning mohiyatini tushunish uchun muhim bir narsa. Aynan mana shu narsalarni tushuntira olish uchun bizda ko'proq vaqt talab qilardi. Misol uchun biz ham anaqa qilishimiz mumkin. 2 soatda har kuni mavzu o'tib, mavzular tugatgandan keyin yana 2 soatdan ularni testini ishlashga o'tib, faqat bolalarni anaqa DTMga kirib olsa bo'ldi deb tayyorlashimiz mumkin edi, lekin DTMga kirib olishdan tashqari yana shu fanlarni chuqurroq o'rgana olsa, yoki institutga kirganda qolganlarga nisbatan yaxshiroq fanni o'zini sohasini yaxshiroq o'zlashtira oladi degan niyatimiz bo'lgan. O'shaning uchun o'zimizga ko'p ortiqcha vaqt bo'lsa ham bu narsani vaqtini ko'proq qilib o'tganmiz. Shunaqa. Keyin yana bitta muhim jihati bor deb o'ylayman. Ayniqsa men ximiya, biologiya o'qiydigan yoshlarimiz biladi. Ximiya, biologiyada kitobda chegara yo'q. Ya'ni qanaqa? Kitobni ma'lumotlar bor. Kitobdagi ma'lumotlarni o'zini yodlab o'qishga kirib ketishligingiz bu amr mahol. Tajriba qilib ko'rishingiz mumkin yoki boshdan o'tgandan ko'rishingiz mumkin. Kitobdagi narsani 100% yodlasa ham o'qishga kirish ehtimoli 50% bo'lib qolishi mumkin. Chunki aynan ximiya biologiyada institutga kirayotganda tushadigan savollar 100% kitobdan emas, boshqa fanlarga nisbatan. O'sha sababli nima bo'ladi? Ustozlar ko'proq bilimlarni, misol uchun kitobdagi bilimlardan tashqari bilimlarni ham chuqurroq o'rgatishga menimcha majbur bo'lsa kerak mana shu joyda. Xo'p, Abdurahmon qarang, hozir mana shu tizimni hozir 5 kunlikka o'tdi. 5 kunlikda adashmasam 5 kun ximiya, 5 kun biologiya, to'g'rimi? Shunda o'quvchilar har kuni nechta fan o'qiydi yoki yana qanaqa fanlar bor? Nega u fanlar qo'yilgan? Bo'ldi, mana shu keyingi o'z davomida shularni aytmoqchi edim. O'zi 3 kunlikni kamchiliklari haqida gaplashdik. Chunki 5 kunlikni
tushuntirishdan oldin. 5 kunlikda o'sha narsalar muammolar, birinchi muammolar yechiladi, undan tashqari foydalari ham bor. Ya'ni qanaqa? 5 kunlik rejim bizda qanaqa hozir? Soat o'quvchi 2 da keladi. Taxminan 4 gacha 2 soat davomida bitta fanni o'qiydi. Orada 15 minut, 20 minut tanaffus bo'ladi. Tanaffusdan keyin, misol uchun 4:20 bo'ladigan bo'lsa, yana 2 soat. 6:20 ayrim endi mavsum yozga qarab biz ham sal uzaytirib boramiz. Uzoq 7 gacha. O'sha vaqtda ikkita fanni o'zlashtira oladi. Endi nima qilibdi o'sha fanni bir vaqtda ikkita fanni o'zlashtirsa, desa uni foydalari bor-da. Ana bu gap ham bor-ku. Tomchi ham oz-ozdan tomsa ham, lekin doimiy tomsa anaqa toshaveradi-ku. Bu yerda ham doimiylik yo'qolmayapti. 3 kunlikda yo'qolardi doimiy. Men o'zim ham 3 kunlikda o'qiganim uchun bilaman-da. O'quvchilarni o'rniga tushib qarab ko'ra olaman. 3 kunlikda nima bo'ladi? Bugun kimyoni o'qidim. Bo'ldi, uyga borganimdan keyin endi kimyoni mavzulari, kimyoni misollarni yechib qo'yish haqida o'ylamaslik ko'proq bo'ladi. Nega? Ertaga chunki biologiya. Ertaga ikkinchi fannim bor. Ikkinchi fannimni vazifasini qilishga shoshilib ketaman. Bugungi fanni unutib turishga majburman-da. Shunaqa bo'lib qoladi, orada uzilish bo'ladi. Bir kun faqat bitta fan haqida o'ylaysiz, ikkinchi kun ikkinchi fan haqida o'ylaysiz. Bir kun unutasiz ikkinchi faningizni. Hozirgisida unaqa emas. 5 kunda har kuni ketma-ket bo'ladigan bo'lsa, oz-ozdan har kuni. Endi men 5 kunlikda o'quvchilar charchab qoladi-ku bo'lmasa, yo'q. 5 kunlikda dozasi kamaytirilganda, 3 kunlikning dozasini bo'lib yuborilgan. Lekin u o'quvchi uchun foydali. Oz-ozdan har kuni. Orada uzilish bo'lmaydi. Keyin hozir men sizda eshityapman hozir, siz ustoz sifatida gapiryapsiz, men foydalandim. O'zim o'ylab ko'rdim hozir, men bu ota-ona sifatida farzandim har kuni borib ikkita fan o'qiydi. Xuddi har kuni ikkita repetitorga borayotgandek. Yoki o'quvchi sifatida ham. Men tezroq har kuni o'qisam, dasturni 1 yildagi dasturni 3 kunlikka nisbatan baribir 5 kunlikda men 9 oyda yoki 10 oyda tugashligi ehtimoli bo'lar ekan. Mana shu tomonlama baribir o'quvchilarga har qanday foyda bo'lyapti ekan. Abdurahmon, hozir kelajakdagi rejalaringiz qanday o'zi yoki Kolbaga bog'langanmi? O'zi nimalar qilmoqchisiz? O'sha haqida bitta qisqacha aytib ketsangiz. Kelajakdagi rejalarim baribir Kolba bilan o'sha chambarchas bog'lanib ketgan. Xo'p, hozir o'quv markazida o'quv bo'limida ishlaymiz. Xudo xolisa baribir kengash bosqichidamiz. O'zingizdan xabaringiz bor. Kengash bosqichida yoki mana ta'lim sohasini ko'proq odamga yoyish bosqichida muhim rollarda qatnashib qolishi va mana shu ta'limni Kolba bilan birga insoniyatga foydali qilib yetkazib berishda o'zimni hissamni qo'shib qolish rejam bor. Xudo xolisa Kolba bilan hali o'sha ustoz bilan rejalarimiz ko'p, birgalikda qiladigan aynan ta'lim sohasida yoki aynan boshqa shaxsiy rivojlanish sohalarida ham rejalarimiz ko'p. Bundan keyingi ish jarayonimni ham umrimni qanaqa ko'raman desa ham o'sha Kolbadagi jarayonlar, ta'limni rivojlantirish, insoniyatga foyda keltirish, taxminan shunaqa rejalar bor. Tushunarli. Abdurahmon, sizga ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz, hayotingizga baraka tilaymiz. Bergan ma'lumotlaringiz xudo xolasa bizning obunachilarga juda foydali va kutgan savollarni oldi deb o'ylaymiz. Agar keyingi sonlarimizda sizlarga qanaqadir ya'ni Kolbani bitiruvchilar yoki muvaffaqiyatga erishgan o'quvchilar haqida qanaqadir qiziqtiradigan savollar bo'lsa, kommentda qoldirsangiz, biz o'sha savollarni tegishli mutaxassislardan so'rab berib, siz kutgan javoblarni yoki bo'lmasam siz javobini topa olishga qiynalayotgan savollarning javoblarini topib berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan ko'rishib qolguncha kelganingizga rahmat, kattakon. Sog' bo'ling, sizlarga ham rahmat. Omad ishingizga. Salomat bo'linglar.